Oyjon, mehmonxonaga joy qilib yuboring. Voy, Xola keldilar. nimaga opamga ish buyuryapsiz? Ha, nima qiling, qo'lim mag'zava. Oyjon o'zlari aytganlar, avval bunaqa kir kiyimlarni qo'lingizda yuving, keyin kir mashinada yuving degandilar. Hamma joyda narsa, yurishga joy ham Voy, yo'q. Kel, opa. Noila. Kel. Toza kelindan yolchibsiz-da, omadingiz bor ekan. Ye. Hay, kelin bu nima? Hovliga sepadi mag'zavani. Ha, nima qilibdi? Daraxtlarga suv bo'ladi, changi bosiladi hovlini. Voy xudoyim, men sizni 7 qavat ko'rpachani ustida maza qilib o'tiribsiz desam, ahvol shumi? Hey, qo'ysangchi buni, yur uyga kiraylik ichkariga. Uyga kirmayman, mana bunda o'tira qolaylik. Shu yerdami? Ha. Voy, nima qilib turibsiz? Tog'orani qo'ying. Xolajon keldilar. Dasturxon yozing, u bu narsalarni olib chiqing, choy qo'ying, kelin. Oyi, hozir mag'zava qo'lim bilan qiling shu ishlarni. Avval bularni tugatib oling, ungacha o'ysib turing. Chiqayringiz kamayib qolmaydi.